Qizlar mendan original olib, keyin bir ikkita odam yozdi, qimmatga sotarkansiz, men undan ham arzon topdim deganda, mana men shu joy kon topdim. Mana hozirga shuni original desam ishonasizlar, lekin bu Xitoy varianti. Birga bir. Даже kosmetika do'konlariga ham kirsanglar, sizlarga ochishga ruxsat berishmaydi. Ochganingizdan keyin olasiz deyshadi. Birga bir. Upakovka. Ko'rasizlarmi? Mana bu aksessuar toner. Даже men misti bor-ku, bu Xitoy varianti desa, hammasi Xitoy. Mana Xitoy ko'ryapsizlarmi? Oppa. Sotuvchi ham original deb aytmayaptilar. Xitoy variantidilar. Aldayotganlari yo'q. Bu yog'i faqat sotuvchilar insofiga bog'liq bo'lib qolyapti. Menda hammasi 100% original. Agar hozir qo'limda o'zim original variantim bo'lmasa, men ham shuni original deb o'ylayman. Birga bir. Mana. Bunda yo'q, lekin narx insof bilan qo'yilyapti, tushunyapsizmi? Original bilan birga bir qo'yilyapti. To'g'ri, bu tabelkani olib original narxga sotadiganlar. Видите, mana siz aytasiz to'g'ri. Meniki Xitoy varianti deysiz-ku o'zingiz. Varianti, lekin effekti bor. Haqiqatan. Lekin narxiga qarab sotish kerak. Aldamaslik kerak demoqchiman. Vot, men ham shuni aytmoqchiman. Sotsang aldamasdan sot. Mana men boosterlarni qarang. Upakovkasi birga bir. Buni men yonimda hozir original varianti bo'lsa ham, men sizlarga hozir solishtirib bera olmayman bu. Serum. Bu ham bir. Mana. Bu Beauty of Chosonni varianti. SPF. Buni bittadan anaqa tomondan bilsangiz bo'lar ekan. Mana original anaqa tez o'chishmagan. Mama sentalla. Voy, mavlaga. Bir xila. Так что shunaqa qizlar. Mana qaranglar. Maskalar.